Tahorat tamam. Tahorat. Alhamdulillah, bu yer madrasamiz, qancha insonlar, mana ustozlar o'tiribdi, ilm beradigan. Bu tahoratxonasi mana albatta bu yerda bilasizlar, bir so'm puli yo'q insonlar bu yerda. Zo'rg'a tirikchilikni kelayotgan insonlar. Mana shu tahoratxonaga kim men nomimdan qilib beraman deganlar bo'lsa, mana shu tahoratxonani o'ziga mana $2000 dan oshib pul ketar ekan. Sababi bu yerga va mayerga tahoratxona, bu hojatxona, tahoratxona shu shartlar bilan. Bilasizlar, bu yerda Qur'on yodlagan talabalar juda ko'p. Shunga mumkinchilik bo'lganlar bo'lsa, kelinglar, bismillah, siz bilan bizdan sadaqa joriy qolsin. Siz bilan bizdan mana shu o'lkaga mana masjid qurdik, suv chiqardik. Endi mana shu tahorat olaylik. Eng afzal bilasizlar, namozi kaliti tahorat deganday, shu tahoratni zo'r bo'lsa, mana shu yerda chiroyli tahorat olsa, har bir tahoratdan o'qilgan Qur'on, namozlar albatta ajri bizga to qiyomatgacha borib turadi. Mana 2026 aprel oyida keldik Afrikaga. Hozir madrasaning holatini ko'rdik. Shu yerga tahoratxona qiluvchilar bo'lsa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Mavzuyimiz as-siqo, ishonch martabasi edi. Kechagi darsimizda tafviz, taslim va tavakkul haqida suhbat qildik. Ko'proq mavzuyimiz taslim haqida bo'ldi. As-siqo, Allohga bo'lgan ishonchning 3 ta martabasi deydi. Birinchisi tafviz, Alloh taolaga ishingizni topshirishingiz. Ikkinchisi taslim, ishingizni topshirgandan keyin Alloh qanaqa kun bersa ham buni rozi bo'lib, taslim bo'lib qabul qilishlik va uchinchisi Allohga tavakkul. Ishimizni Allohga topshiramiz. Qanday kunni, qanday natijani bersa rozi bo'lib, taslim bo'lamiz va uchinchisi tavakkul. Qazo-i qadar haqida gapirgan edik, davom etamiz. Qazo-i qadar masalasida aytilish kerak bo'lgan bir nozik nuqta bor. Qazo-i qadarni hammasiga ham taslim bo'linavermaydi. Qaytaraman, biz qazo-i qadarga iymon keltirganmiz. Val qadari xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala deganmiz. Alloh taologa iymon keltirishida amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala val ba'thi ba'dal maut. 7 ta rukni bor iymonning. Ana shuning 6-chisi yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan. Qazo-i qadarga iymon keltirganmiz. Bir odam yoshroq o'ldi. Demak, taqdiri shunaqa ekan. Birov 100 ga kirdi. Demak, taqdiri shunaqa ekan. Bir odamni Alloh taolo befarzand qildi. Taqdiri shunaqa ekan. Bir odamga o'g'il bermadi, bir odamga qiz bermadi. Bu taqdir deyiladi. Bunga rozi bo'lishlik kerak, taslim bo'lish kerak. Ammo taqdirni ham hammasiga rozi bo'linavermaydi. Hammasiga ham taslim bo'linmaydi. Qanday qilib? Masalan, bolangiz istimalab yotibdi. 40 ga chiqib ketdi istimasi. Nima qilasiz? Taqdir ekanda o'tiraverasizmi? Yo davolashga kirishasizmi? Demak, qazo-i qadarning bir turiga taslim bo'lamiz, bir turiga taslim bo'lmaymiz. Bolangizni maktabdagi o'qishi susayib ketdi. Nima qilasiz? Taqdir ekan endi deb o'tiraverasizmi? Yo harakat qilasizmi o'qishini yaxshilashlikka? O'zingiz xohlagan natijaga yetish uchun qilishingiz kerak bo'lgan hamma ishni qilasiz. Sizga bog'liq bo'lgan hamma sababni qilasiz. Shundan keyin ham siz aytgan natija bo'lmagan bo'lsa, qazo-i qadarga rozi bo'lasiz. Chunki siz o'zingiz xohlagan natija uchun sababni qildingiz, bo'lmadi. Demak, bo'lmadi-da, nima qilamiz endi? O'sha tovuqni yaxshisini topdingiz, tuxumni svejisini oldingiz, yaxshi joyga yotqizdingiz, 21 kun qaradingiz, bitta ham jo'ja chiqmadi. Davlengiz ko'tarilib ketdi. Taslim bo'lib o'tiraverasizmi? Tishingiz og'riyapti. O'tiraverasizmi taslim bo'lib, taqdir ekan deb? Yo qishda kechqurun svet o'chib qolib, uyingiz sovib ketdi. Allohning xohishi ekan, rozi bo'lishimiz kerak deb o'tiraverasizmi? Yomg'ir yog'ib, tomingizdan uyiga chakka o'tyapti. Nima qilasiz? Rozi bo'lib o'tiraverasizmi? Demak,
taqdirni ham, qazoyi qadarni ham bir turiga taslim bo'lamiz ekan, bir turiga taslim bo'lmaymiz ekan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga bir o'g'rini olib kelishdi. O'g'ri ham faylasuf ekan. Qo'lini kesish kerak shariat hukmi bo'yicha. Ya amiral mu'minin, bu borliqda Allohning xohishidan tashqari bir narsa bo'ladimi? Ha, yo'q. Alloh xohlagan narsa bo'ladimi? Ha. Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydimi? Ha. Ha. Demak, men o'g'irlik qildim Alloh xohlagani uchun. Agar Alloh xohlamaganida men o'g'irlik qila olmas edim. Endi Alloh taoloning taqdiri yuzaga chiqsa, meni qo'limni kesasizmi, jazolaysizmi dedi. Ha dedi Umar ibn Xattob. Chunki Allohning taqdirida seni qo'lingni kesishim bitilgan ekan dedi. Shuning uchun aytilinadiki, qazo bor va uning bajarilishi bor. Qazo bor va uni bajarish bor. Qazo Alloh tomonidan to'g'ridan to'g'ri keladi. Ammo ana shu qazoy qadarning amalga oshirilishi bandalar orqali bo'lishi mumkin. O'g'ri o'g'rilik qildi. O'zini ixtiyori bilan. Bu ham taqdirda bor edi. Endi ixtiyori bilan qilmasligi ham taqdirda bor edi. Ikkalasi ham taqdirda bor edi. O'g'ri nimani tanladi? O'g'irlikni. Endi uning qo'lini kesib, o'g'irlikni to'xtatib qo'yish ham taqdirda bor. Agar o'g'rini jazolamasdan taqdirda shunaqa yozilgan ekan deb taqdirni noto'g'ri tushunib, noto'g'ri talqin qilib qo'yib yuborilsa, jamiyatda o'g'rilik ko'payib ketadi. Bu ham taqdir. Qo'lini kesib, o'g'rini jazolasangiz taqdir, jamiyat tekis ketadi. O'g'rini qo'lini kesmasdan taqdir ekan deb tek qo'yib qo'ysangiz, jamiyat fasodga uchraydi. Bu ham nima? Bu ham taqdir. Demak, taqdirni bandalarni aralashadigan o'rni bor, aralashmaydigan o'rni bor. Mana shu qazoy qadar masalasi birodarlar doim siz bilan bizni o'ylantirib keladi. Hammamiz taqdirimizga nima bitilganligini bilishni xohlaymiz. Qazoy qadar masalasini sodda, oddiy qilib tushunib olmasangiz, qiynalib ketasiz. Qazoy qadarga kirishaversangiz, tushunmasdan quyoshga tikka qarab, oxiri ko'zingizni nuri so'nib ko'r bo'lib qolgandaqa qazoy qadar masalasiga ko'p kirishib bo'lmaydi. Demak, qazoy qadarga Alloh taolo ikkita variantda yozgan. Tashqarida yomg'ir yog'yapti. Variant A, zonti bilan chiqsa boshqa ho'l bo'lmaydi deb yozilgan. Variant B, zontiksiz chiqsa boshqa ho'l bo'ladi deb yozilgan. Ikkala variant ham bor. Endi siz tanlaysiz shu yerda. Endi Alloh boshini ho'l bo'lishini yozgan ekan deb chiqib ketayotgan bo'lsa, siz taqdirga tuhmat qilyapsiz. Endi zonti ko'tarib chiqdingiz, shamol uchirib ketdi. Demak, yozilgan ekan. Chunki zonti qo'li zato siz nima qildingiz? Imom Azam Fiqhul Akbarda yozadi. Katabahu bil vasf la bil hukm. Taqdirni Alloh taolo hukm qilib yozmadi, vasf qilib yozdi. Ya'ni bir odamning musulmon kofir bo'lishligini hukm qilib yozmadi, vasf qilib yozdi. Nima degani bu? Taqdir vasf qilib yozilgani bor, hukm qilib yozilgani bor. Mana ko'rib chiqamiz. Hukm bilan yozilgani. Alloh shunday bo'lsin deb hukm qildi. Nima u? Erkak ayol bo'lishingiz, rangingiz, millatingiz, kimni farzandi bo'lishingiz, qaysi zamonda va qaysi makonda dunyoga kelishingiz, bu hukm bo'lib yozilgan. Bu hukm bo'lib yozilgan joyi Alloh taoloning xohishi va bunga bizga qiyomatda savol berilmaydi. Nimaga sen o'g'il bola bo'lgansan? Nimaga sen o'shda yashagansan demaydi, chunki bizning ixtiyorimiz yo'q. Bu hukm bo'lib yozilgani. Endi vasf bo'lib yozilganichi? Vasf bo'lib yozilgani bandani ixtiyorida bo'lgan ishlar. Masalan, banda gunoh yoki savob qilishni tanlashi. O'ngga buriladimi, chapga buriladimi? Uyg'ondi, turib tahorat qilib namoz o'qiydimi yo yotaveradimi? Bu bandani ixtiyoridagi ishlar. Ana shu ishlari vasfda yozildi.
Ahmad musulmon bo'ladi. Agar Ahmad musulmon bo'lsin deyilsa, bu hukm bo'lib qolar edi, u majbur musulmon bo'lar edi. Mahmud kofir bo'ladi. Ya'ni o'zini ixtiyori bilan, o'zini amali bilan tanlab, o'zini ixtiyori bilan kofir bo'ladi. Agar Mahmud kofir bo'lsin desa, u majbur kofir bo'lardi. Uni jazolash kerak bo'lmas edi. Tushunarlimi? Mana bugun sizlarning bu yerga kelishingizlar sizlarning ixtiyoringlar edi. Bu vasf bo'lib yozilgan. Palonchivoy Alamtevaga tushadi deb yozgan. Ana shu taqdir, qazoy, qadar masalasida tushunchasi bo'lmagan, ilmi bo'lmagan sayoz odamlar noto'g'ri xulosa qilishadi-da, aytadiki, tek qo'ying, peshonasiga shunaqa yozilgan ekan deydi, qo'y deydi. Unaqa bo'lmaydi. O'sha namoz o'qiguncha da'vat qilaveramiz. Aroqni tashlaguncha bir nasihat qilib to'g'ri yo'lga yetaveramiz. Qo'y endi. Demaysizda. Bu noto'g'ri tushuncha. Masalan, mahallaning ichidagi yo'lda bir shofir 50-60 kilometr tezlikda ketyapti-da, bir yosh bolani urdi. Hali bola o'lib qoldi. Nima bu? Vasfmi, hukmmi? Vasf. Chunki bu yerga haydovchi sekin yurishi ham mumkin edi. Chunki mahallaning ichi edi. Bir 20 oshib borsa 30 yurish kerak edi. Ha, demak bu tez yurishni ixtiyor qildi va bolani urdi. Endi bu odamni jazolash kerak. Chunki ixtiyori bilan shu ishni qildi. Agar mana shunday bir mas'uliyat ko'tarilsa, taqdir ekan deb turiblar, hamma narsani bizning tilda spisat qilib yuborsak, jazosini bermasak, hayotimiz favzoga, bardakka aylanib ketadi. Demak, inson taqdirga taslim bo'lib, uni qabul qilish kerak bo'lgan o'rinlari bor. Yana muolaja qiladigan, tuzatadigan o'rinlari bor. Nozik nuqta, Alloh mavjud. U bor. Mana shu koinot, osmonlar va yer Allohning borligiga dalil. Agar Alloh bo'lmaganida bularda birontasi bo'lmas edi. Shuning uchun Alloh taoloning borligini isbotlashlikka hojat yo'q. Nima uchun? Yerda bir tezak turibdimi? Demak, bir sigir borda shuni tashab ketgan. Yerda bir iz turibdimi? Demak, bir odam borda uni bosgan. Endi bu borliq turibdimi? Demak, uni yaratgan zot ham bor. Chunki o'z-o'zidan iz paydo bo'lib qolmaydi. O'z-o'zidan yerga tezak tushib qolmaydi. Mana shu borliq Alloh taoloning borligiga dalil bo'ladi. Sen birodar o'zingni tabiating bilan Allohga iymon keltirgansan. Qaranglar-da yigitlar, shu nozik narsa. Mana hayotda qarasangiz, qo'lida kuchi bor, mansabi bor, quvvati bor odamlar, davlatlar, xalqlar, shaxslar zaiflarga zulm qilib, yerini tortib olyapti, yurtidan haydab chiqaryapti, tuhmat qilib qomatib olyapti, urib pachaqlab turib, yana uni aybdor qilyapti. Bu adolatsizlikni ko'rgan paytda insonni sog'lom aql aytadiki, shu bilan hayot tugab ketishi to'g'ri emas deydi. Albatta mana bu zolim jazosini olish kerak. Mazlum o'zini haqqini olish kerak deb turib sog'lom aqlingiz talab qiladi. Mana shuni o'zi qiyomatda borligiga bitta dalil. Agar bir odam iymon, e'tiqoddan, dindan, Allohdan uzoq bo'lgan kofir bo'lsa ham, uni sog'lom aql aytadiki, yo'q, bunaqa bo'lib qolib ketishi to'g'ri emas deydi. Demak, o'sha kofirning ham aqli sog'lom aqli qiyomat bo'lish kerakligini taqozo qilyapti. Tushunyapsizlarmi? O'shuning uchun aytasizda, yo'q, bu bilan ish tugash kerak emas. Bu ikkinchi seriya bo'lish kerak. Qiyomat bor. Mana shu Allohga bo'lgan iymoningiz qalbingizga xotirjamlik beradi. Bo'lmasa portlab ketgisi keladi-da. Bo'layotgan adolatsizlikni ko'rib turib portlab ketay deysiz. Lekin iymoningiz aytadiki, hali qiyomat bor. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Ha, u musulmon bo'lib turib, iymon e'tiqod bilan turib yashagan chog'ida ham qiyomatga borganda berilgan ne'mat haqida so'ralasizlar deyapti. Bizni Allohga olib boradigan yo'lni topishimiz kerak. Ya'ni Allohning borligini bizga isbotlashni keragi yo'q. Borligiga iymon keltirdik. Bizda nima hojat bor? U hujjatga hojat bor emas, balki Allohning roziligiga qana qilib yetamiz.
Qanday qilib yaqin bo'lamiz? Mana shu yo'lni topishlikka muhtojmiz. Hammamiz o'zimizni mo'min deb bilamiz. Nima uchun? Allohning borligiga ishondik-da. Allohning borligiga ishondim, shuning uchun mo'minman dedingiz. Ammo maqsad shuni o'zingizlar emas. Maqsad ishonib qo'yishni o'zi emas. Maqsad Allohning borligini bilib qo'yishlikni o'zi emas. Chunki Allohning borligini bilsangiz, ishonsangiz, shu haqida ilmingiz bo'lsa-yu, ana shu ilmingiz talab qilgan narsani qilmasangiz, bu bilishingiz sizga foyda qilmay qolishi mumkin. Amal qilmasangiz ilmingizga, bu ilm sizga foyda qilmaydi. Bildingizmi? Endi amal qiling. Amal qilsangiz foyda beradi. Masalan, 3 kundan beri suv ichmadingiz. Chanqab turibsiz, o'lay deb qo'ygansiz. Bildingiz, 500 metr ko'chani boshiga chiqsangiz, quduq bor ekan. Xo'p, bildingiz. Shu bilan chanqog'ingiz qolib qoladimi? Nima qilish kerak bu ilmga? Amal qilib chiqib borib paqirni tashab olish kerak, keyin tirik qolasiz. Bilishingizni o'zi kifoya qilmaydi. Bizni juda ko'pchiligimiz Allohning borligini bilamiz. Alloh har narsaga qodirligini bilamiz. Duoni ijobat qilishga qodirligini bilamiz. Allohga yaqin bo'lsak baxtli bo'lishimizni bilamiz, lekin bilamiz xolos-da. Endi ana shu Allohga yaqin bo'ladigan yo'lni qidirishimiz kerak. Maqsad shu. Maqsad Allohga yaqin bo'lishga intilish. Unga yetish. Falonchi Allohga yetishib qopti deb qo'yadi. Nima degani bu? Allohga yetishib qopti bu deydi. Nima degani? Ya'ni o'sha odam har bir narsada Allohni ko'rdi. Har bir narsaning ustida Allohning qo'lini ko'rdi. Har bir narsa bilan birga Alloh birga ekanligini ko'rdi. Hamma narsa Allohning qo'lida ekanligini ko'rdi. Shuning uchun Allohning amrida mustaqim bo'ldi. Uni roziligini birinchi o'ringa qo'ydi. Allohga iqbol qildi, shu bilan saodat topdi. Demak, Allohning borligini bilib qo'yishingiz, ishonib qo'yishingiz o'zi kifoya qilmas ekan. Bildingiz, ishondingizmi? Endi Allohga yaqin bo'lishni yo'lini qidirishimiz kerak. Birodarlar, mana shu biz o'qiyotgan darslarimiz ayni shu yo'lni ko'rsatadi bizga. Qanday qilsak Allohga yaqin bo'lamiz. Endi Allohning borligiga ishonib qo'yishlik bilan unga iqbol qilib, unga yetish o'rtasida katta farq bor. Bilib qo'yish bitta narsa, Allohga yetish ikkinchi narsa. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan va la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting. Hozirgi oxirgi gapimni tushundinglarmi? Allohning borligini bilib ishonib qo'yishlikni o'zi yetmaydi saodatli bo'lish uchun. Allohning borligini bilib unga ishonganingizdan keyin ana shu Allohga olib boradigan yo'lda qidirishingiz kerak. Hammamiz bilamiz Allohning borligini. Hammamiz Allohga ishonamiz. Ammo unga olib boradigan yo'lni qidirish kerak bo'lgan paytda endi tafovutlaymiz. Hammamiz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganmiz. Hammamiz bilamiz Alloh har narsaga qodirligini. Bilib qo'yishlikni o'zi yetmaydi. Nima qilish kerak? Allohga olib boradigan yo'lni istash kerak. Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting. Hech shak shubha yo'qki, men ham sizlar kabi bir odamdirman. Menga ilohingiz yolg'iz Allohning o'zi ekani vahiy qilinmoqda. Endi bu yog'ini eshiting. Ba'zi kim Parvardigoriga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, ya'ni Allohga qiyomatda ro'baro bo'lasiz. Ishonasizmi? Har narsa Allohning qo'lida, ishonasizmi? Allohga yetsangiz, ikki dunyoda saodat topishingizga ishonasizmi? Ha? U holda yaxshi amal qilsin va Parvardigoriga bandalik qilishda biron kimsani unga sherik qilmasin. Ishondingiz, bildingizmi? Ishondingiz, Allohga yaqin bo'lsangiz baxtli bo'lishingizni, Allohga iqbol qilsangiz saodat topishingizni. Endi chiroyli amal qilsin,
istasin Allohga olib boradigan yo'lni. Mushkula Allohning borligiga iymon keltirish yoki keltirmaslikda emas. Allohning borligini mushriklar ham e'tirof qilishgan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunalloh. Shu mushriklardan ham osmonlar, yerni kim yaratgan deb so'rasangiz deydi Alloh taolo. Alloh deb aytishadi deydi. Ana, ular ham ishonishgan Allohning borligiga, lekin Allohga yaqin qiladigan yo'l yurishmagan. O'shuning uchun u bilganlari foyda qilmadi ularga. Alloh bizni ibodat qilishga chaqirdi, itoat qilishga chaqirdi, shukr qilishga chaqirdi. Faqat iymon keltirib qo'ysanglar bo'ldi demadi. Oyatda o'qidik-ku, kim Allohga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, solih amal qilsin. Bilib qo'yishlikni o'zi bizni behojat qilmaydi. Hamma harakatlarimiz, hamma amallarimiz, hamma darslarimiz, bayonlar, tahlillarimizdan maqsad Allohga yaqin bo'lish. Allohning roziligiga yetish. Yana bitta misol. Bilib qo'yishlikni o'zi bizni behojat qilmasligiga bitta misol. Bir shaharda oling, o'rtacha shaharda maktablar bor. 100 mingta o'quvchi bor deng. Ana shu 100 mingta o'quvchini hammasi aniq biladi. Yilda oxirida yillik imtihon bo'ladi. Shubha yo'q, ekzamen bo'ladi. Endi bu masalada birontasi ikkilanmaydi, aniq ishonadi, biladi. Bunda mushkula yo'q. Mushkula boshqa narsada. O'sha imtihondan o'ta oladimi, yo'qmi? Ekzamen borligini bilib qo'yishingiz mushkulani hal qilib qo'ymayapti. Ekzamendan o'tishlik asosiysi. Ayrim olimlar borliqdan Allohning mavjudligiga dalil olib keladi. Lekin Allohga yaqin kishilar bo'lsa, unga yetishga olib boradigan dalilni qidiradi. Ayrim olimlar Allohning borligini isbotlaydigan dalilni keltiryapti. Yana ayrimlari Allohga olib boradigan yo'lni, dalilni qidiryapti. Nima qilsak Allohga yaqin bo'lamiz? Allohning borligini isbotlaydigan dalil bilan unga yaqinlashishni ta'minlaydigan dalil o'rtasida farq bor. Bu darsimiz iymonni mustahkamlovchi darslar qatoridagi dars emas. Qaytaraman, bu darslar iymonimizni quvvatli bo'lishiga sabab bo'ladigan darslar emas. Unda nima bu darslar? Bu darslar qanday qilib Allohga yetamiz? Sog'lom qalb qanaqa bo'ladi? Qanday qilib Allohga taslim bo'lamiz? Qanday qilib Allohga ishimizni topshiramiz? Qanday qilib tavakkul qilamiz? Mana shular haqida. Kechagi darsda aytdik. Mo'min banda Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga tark qilgandan yaxshirog'ini beradi desa, ishona olmayapti ko'pchilik. Endi bizni bu darslardan ko'zlagan maqsadimiz nima qilsak, shu ishonch bizda bo'ladi. Xulosa, bugungi darsimizning xulosasi. Mushkula Allohning borligiga iymon keltirish yoki keltirmaslikda emas. Mushkula borligiga iymon keltirish yoki keltirmaslikda emas. Mushkula Allohga iqbol qilishimizda. Hamma harakatlarimiz, amallarimiz, darslarimiz, bayonlarimiz, zikrlarimiz, tahlillarimizdan maqsad Allohga yaqin bo'lish. Allohning rizosiga yetish, shu bilan ikki dunyoda saodat topish. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.